Buni siz bilishingiz kerak. Akam aytayotdilar, любой bittasini shunday ochasan, любойni ko'rib olasan, muammo yo'q deyaptilar. Bozorda poddelka mahsulot один qilib to'ldirib tashashgan. Qanaqa qilib ajratishingiz mumkin? Birinchidan o'zi original joyga kelib, kastrolni moyini olishingizni tavsiya beramiz. Magnetek olasizmi, GTX olasizmi? 10 ga 40, 5 ga 40, 5 ga 30, 0 ga 20, 10 ga 40 farqi yo'q. Mashina o'chirsangiz, mashdan nomer chiqadi. Shuni 7002 ga SMS qilib yuborasiz. Sizga reski javob keladi. Sen original moy olding. Yutuqli yoki yutuqsiz. Yutuqli bo'lsa siz notebookni original sumkasini yutib olishingiz mumkin, yoki dajdiviy kastrolnikini, yoki zontikmi, shunga o'xshagan podarkalarni sizga berishadi. Bitta narsa iltimos qilmoqchiman sizdan. Internetda hozir deksiz 1, deksiz 2 mumkin emas, deksiz 1 bo'lmasa mashinanglar quymaylar, yonib portlab ketadi degan videolar chiqyapti-yu. Shunga deksiz 1 nima, deksiz 2 nima degan video olmoqchiman. Sizlarga qanchalik qiziq, shu aprosta belgilab ketinglar. Iltimos.